Manchester City muxlislari Abduqodir Husanov haqida nimalar demoqda? Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Sport Plus Promoda bilan ro'yxatdan o'tsangiz, 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiritasiz. Hoziroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z bonusingizni qo'lga kiriting. Angliya Premyer Ligasida Manchester City Arsenalni yenggandan so'ng Manchester Cityning bir qancha muxlislari ijtimoiy tarmoqlarda Abduqodir Husanov o'yinni maqtab, o'z fikrlarini bildirib o'tmoqda. Kanalimiz siz aziz muxlislarga ushbu fikrlarning ayrimlarini o'zbek tiliga tarjima qildi. Marhamat, tomosha qiling. Husanov agressiv o'ynaydi, lekin bugun aynan shunday futbolchi kerak edi. U kuchli, tez va katta vaziyatlardan qo'rqmaydi. Havertzga qilgan o'sha harakati xavfli edi, qizil bo'lishi mumkin edi. Menga Husanov yoqdi, haqiqiy eski uslubdagi himoyachi. Bugun hakam unga yumshoqroq munosabatda bo'ldi. U qizil kartochka olib olishi ham mumkin edi. U Arsenal hujumchilarini jismonan bosib tashladi. Hali xom, lekin juda katta potensiyali bor. Bu juda ehtiyotsiz himoya edi. Maydonda qolib ketgani omad edi. Ya'ni bu vaziyatda qizil kartochka bo'lishi ham mumkin edi demoqda Manchester City muxlisi. Nega Pep unga ishonishini tushunish mumkin. U Cityga ba'zida yetishmaydigan keskinlik olib kiradi. Mukammal emas, lekin o'yinning jismoniyati tomonidan o'zgartirib yubordi. Muxlislar uni yomon ko'rishi mumkin, lekin jamoadoshlari yaxshi ko'radi dedi Manchester City muxlisi. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Haqiqatan ham Havertzga qilgan qo'polligi qizil kartochka bo'lishi mumkinmidi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.